Assalomu alaykum. Video ikimiz Urganch tuman G'oybuda ferma ko'chada o'tgandan keyin bunda korpuslar qurilgan. Ko'rishingiz mumkin, korpuslar. 2 dona do'kon bor. 797 ko'pchilik biladi. Shu do'konning yonidan girsangizda girgan yerda 400 metr kvadrat bir plan hovli sotiladi ekan. Bir etajli. Aslında bir qator ko'rib chiqib obzorga chiqamiz. Orientirimiz ferma ko'chadan o'tgandan keyin bunda domlar yanında 2 dona shisha do'kon bor, butka do'kon. İkisini ortasından girip baraslar. 797 do'kon. Girgeyde ona 40, 400 metr kvadrat bir plan hovli sotiladi. Azayın o'zini yanından görüp çıkamiz. Özellik kısmına yetip geldik. Doğrumuz yine domla görünüp tuttu. Domlan doğrusundan gitkeseyiz. 400 metr kvadrat bir plan hovli sotiladigan. Eni 10, uzunasına 40 metrede joylashgan. Tayyor hovli toza qurilgan, ildirasi teshga qilingan, 2 etajga mo'ljallangan ekan. Ustilarına sesmalar ham quyilgan ekan. Keyin ağaç bosilgan. Şibirler etilgen, aynalarımız akva, demir eshiklar qo'yilgan, 2 mashina sig'adi eldine, tapchan qo'ysangizlar ham bo'ladi. Bir qator ko'rib chiqamiz. Bismillah deb. Girgi yerimiz dalan, oyoq delarimiz pol bo'lgan, laklangan. Ko'rishingiz mumkin. Bunda rakovinalar qo'yilgan, avtomatlar qo'yilgan, koridor ketgan. Yanda xonamiz, televizorlar qo'yilgan ekan, aynalarimiz akva. Batareyalarimiz bor. Berilada gaz, svet, suvdan muammo yo'q. Tak, bir dalan. Chap qo'limizda zal joy ekan. Ko'rishingiz mumkin. Joyimiz oqda turibdi. Xalasanızlar bu, xalasanızlar shpakulovka, kraska ursanızlar, fon ursanızlar bo'ladi. Oboya kirib turibdi, lekin yashalib turgan joy. Aynalarımız akva aytganimiz deyim, batareyalarimiz qo'yilgan. Отопление уже yashalib turgan joy. Bu yerda bir xona, bu yerda yana bir zalimiz. Ko'rishingiz mumkin. Misalardan ularga o'xshaydi. Bu ham shu patologlar gipsokarton bo'lgan. Devorlarimiz oqda turibdi. Diodlar uchun tochkalar tashalgan gipsokarton deyiladi. Sim tashalib turibdi. Yuzlar uchun ham sim tashalgan. Отопление bor. Bir, 2 xona. Ben tarafta yine bir spalnimiz var. Görüşürüz mümkün. Bak tarafa qaragan. Bir yerde yine bir D2 xonamiz var. Yine görüşürüz mümkün. 4 xonada. Bunda sanuzel joyimiz. Oyoq kafel, unitazimiz, rakovinamiz, ukolog vannalarimiz qo'yilgan, smetetilarimiz qo'yilgan, patologlar plastik. Vanamız sağ holatda. Yine batareya ko'p etib qo'yilgan. Отопленияmiz stenik kotellar qo'yilgan, stabilizator reduktorlari qo'yilib turibdi ekan. Bularga kuxniy mebel, fartuklari qo'yilgan. Ko'rishingiz mumkin. Aristonlarimiz bor ekan, gaz plita mo'chasi bor. Bu taraf ham dim katta qilgan. Ko'rishingiz mumkin. Yani navis tashlab bersangizda bo'ladi. Stech ketilgan ekan. Chetlari qo'yilgan, zabor etilgan, lit tualet qurilgan ekan. Bunda kladovka. Bog'larim normallik. Arqa tarafdan görünüşü. Balandligi joyning ichini o'zi 3 metr. 3.5. Baland yer. 3 metr 3.5. 400 metr kvadrat bir plan hovli joy. Gaz, suv, suvdan muammosi yo'q. G'oybuda shu korpuslarning doğrusunda. Girgeydi o'zi. Bahasini 60 ming dollar dedilar. Üstünde gelişler ekan. Telefon nomerlerini qo'yamiz. Mulk egasini bemalol telefonlashib gelishib olsangiz bo'ladi. 93lik 943 9009 videoni tayinlamas qo'yaman. Bemalol savdolashib olsangiz bo'ladi. Üstünde gelishib beraman dedilar. Bahası 60 ming dollar qaytaladi. Gelişledi. Gaz ve suvdan muammosi yo'q. Bir plan hovli joy. 400 kvadrat. Kimga ma'qul bo'lsa, bemalol telefonlashib kelib ko'rsangizlar bo'ladi. Kimda kim joyini sotacak bo'lsa yoki reklama qildirajak bo'lsa, reklama uchun nomerlarimiz 99 946 76 66. Sotishda, reklama qilishda yordam beramiz.